keling joni, shu yerda men bir o'zim yashayman. Voy, Maftuna ham ketib qopti. Bu Maftuna ketib qopti. Hali kesin ko'radi mendan. Ha, endi siz urushingizdan qo'rqib ketib qolgandek qochib. Shu joni, men shu yerda yashayman. Bir o'zim ishga boraman, ishdan kelaman. Ha, mayli, Dinichka, rakviningizni ko'rsating, tuzatingchi. Mana joni, mana shu ahvoli. Har doimgi ahvol shu. Ha, Dinichka, yomon qilibdi-ku bu qiz. O'zi sal dovdirroq-da, qanaqa bu yangi rakvinani buzish mumkin, ha? Ha, mayli, tuzatib beramanmi? Qarang ahvolda. Hamma narsani yangi qilganman. Santexnika ham, mebel. Lekin har doim mana shu ahvol. Posudalarni yuvib, suvlarni mana bunaqa buzib, sasitib ketishganini qarang. Ha, endi nima deysiz, Dinichka? O'zi topmagandek beli og'rib, mehnat qilib, o'shaning uchun buzavergansiz, tuzatavergansiz, u buzavergan, siz yana tuzatavergansiz. Mayli, siz borib turing, bu yerda hozir erkaklarning qo'li kerak, o'zim tuzatib tashlayman. Bo'pti joni. Men kofe qilib beraman, siz tuzata qoling. Mana shunaqa erkalatganman demay ularni. Buzib yuborgan hamma joyda. Nima qilaman men endi buni? Qo'limdan o'zi bir ish kelsa koshkiydi. Mayli, amallavoramiz endi. Ha, nima bo'ladi? Shuni olmaganiga suv to'lib qolgan. Shuni ham bilmaydi. Mayli, bilmasa yaxshi. Tuzatdim deyman. Kofe ichaman, ketaman. Ha, bo'ldi. Dinichka. Ha, joni. Mana, Dinichka, bir deganda tuzatib tashladim, lekin yomon charchab ketdim. Shu kofe qilib bersangiz yaxshi bo'lardi. Voy, qo'llaringizdan sehrli sizni. Kofe bo'lsa kofeda hozir qilib beraman. Bunaqa zo'r bo'pti. Bo'ldi, hozir chiqib turing.